Assalomu alaykum. Bugun sizga taqdim etadigan rejamiz bruschatka ishlab chiqarish biznesi. Bu haqda bugun sizga batafsil tushuntirib beramiz. Barcha xarajatlar, kerakli uskunalar va albatta daromadlar tahlilini keltirib o'tamiz. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda bruschatka ishlab chiqarish rentabelligi yuqori bizneslardan biri hisoblanadi. Bruschatkalar, qurilish materiallari bozorida talab yuqori mahsulotlar sirasiga kiradi. Asosiy mijozlar qurilish kompaniyalari, shaharsozlik tashkilotlari va albatta aholi. Keling, biznes rejani tuzib chiqamiz. Birinchi. Kerakli uskuna va jihozlar. Beton qorishmani aralashtirish uchun mikser. Narxi 200-250 AQSh dollari atrofida. Vibrostol. Narxi 600-800 AQSh dollari atrofida. Kolplar. Assortiment qancha miqdorda bo'lsa xaridorlar uchun tanlov ham shunga qarab ortib boradi va bu biznesingizda sizga yaxshi natija beradi. Qoliplar narxi 1 donasi 1 AQSh dollari atrofida. Boshlanishiga kunlik ish hajmini hisobga olgan holda 600 dona xarid qilsangiz. Qoliplar uchun 600 AQSh dollari. Tayyor quyilgan bruschatkalarni quritish uchun paddonlar yoki shunga o'xshash tagliklar zarur. Bu uchun 200 AQSh dollari. Bruschatkalarni saqlash va quritish uchun joy. Agar arendaga joy olsangiz, bu uchun siz joyiga qarab bir oyda 400 AQSh dollari atrofida xarajat qilishingiz mumkin. Ikkinchi, taqriban bir oy hisobiga oladigan bo'lsak, bizga sement 5 tonna, narxi hozirda 1 tonnasi uchun 55-60 dollar atrofida. Jami 300 AQSh dollari. Qum 1 kub metr rastvor uchun bizga 200 kilogramm atrofida. Sement zarurligini hisobga olsak 5 tonna sement uchun bizga 25 kub qum. Qum narxi har bir viloyatda har xilligini va zavodlardan sizgacha masofani hisobga olsak, taxminan 250 AQSh dollari deb hisoblaymiz. Rang beruvchi pigmentlar. Agar rangli bruschatka ishlab chiqarilsa, pigmentlar uchun oylik xarajat taxminan 50 AQSh dollari. Va suv. Bir oyda 25 AQSh dollari. Uchinchi. Sizga kamida 3 ta ishchi kuchi kerak. Ularning oylik ish haqqi 300 AQSh dollari deb hisoblaymiz. Jami 1000 AQSh dollari atrofida. To'rtinchi. Elektr energiyasi va boshqa xarajatlar. Elektr energiyasi 100-120 AQSh dollari. Transport, xom ashyo olib kelish va tayyor mahsulotlarni yetkazish oyiga 200 AQSh dollari. Soliqlar, litsenziyalar, ruxsatnomalar. Bir yilda 400 AQSh dollari deb oladigan bo'lsak, bu oyiga 35 AQSh dollari. Beshinchi. Umumiy boshlangich sarmoya. Endi biznesni boshlash uchun kerakli summani hisoblab chiqamiz. Uskuna va jihozlar uchun qo'shimcha mayda ish qurollari bilan hisoblaganda 2100. Xom ashyo dastlab 600. Ishchi kuchi 1000. Elektr, suv, transport xarajatlari, soliqlar va zarur hujjatlar uchun 370. Joy arendasi uchun 400. Barchasini hisoblab chiqsak bizga biznesni boshlab olish uchun 4470 AQSh dollari atrofida pul zarur. Oltinchi. Ishlab chiqarish quvvati va mahsulot narxi. Bir kunda ishchilar 8 soatdan ishlashda taxminan 600 donagacha bruschatka ishlab chiqarish mumkin deb olsak, oylik ishlab chiqarish 22 ish kuni bilan taxminan 13200 dona. 1 kvadrat bruschatka sotish narxi hozirda taxminan 3,5-4 AQSh dollari. Bruschatka razmeri va sifatiga qarab. 1 kvadrat uchun bizga 300 mm ga 300 mm li bruschatkani olsak, 11 dona atrofida bruschatka kerak bo'ladi. Shu hisobda 600 dona bruschatka bilan biz bir kunda o'rtacha 55 kvadrat atrofida bruschatka ishlab chiqara olamiz. Bu taxriban bir kunda 220 AQSh dollari degani. Bir oyda esa 4840 AQSh dollari. Yettinchi. Daromadlar va rentabillik hisob-kitobi. Hisoblab chiqqanimizdek bir oyda olgan foydamiz 4840 AQSh dollarini tashkil etdi. Endi bundan yuqoridagi barcha qilingan xarajatlar summasini ayiramiz. Bu 4470 AQSh dollarini tashkil etgan edi. Albatta, mahsulotni ishlab chiqarish boshqa, sotish boshqa. Barchasi biz hisoblab chiqqanimizdek bo'lsa, birinchi oydayoq siz 370 AQSh dollari foyda ko'rasiz. Xarid qilingan uskunalar, qoliplarni hisobga olsak, ikkinchi oydan boshlab siz bruschatka ishlab chiqarish biznesi orqali katta daromad olishni boshlaysiz. Albatta, mahsulotingiz xaridorlarini topishi uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Va bu sizdan ham jiddiy harakat talab etadi. Ishlab chiqargan mahsulotingizni sifatini nazorat qilish
mahsulot turlarini oshirish va mahsulotni reklama qilish orqali siz yanada katta buyurtmalar olasiz. Bir qancha vaqtlardan keyin esa biznesingizni yanada rivojlantirishingiz, boshqa turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Bu bilan birga esa daromadingiz ham ortib boradi albatta. Biznes reja sizga yoqdi degan umiddamiz. Sizga qaysi turdagi biznes rejalar haqida ma'lumotlar kerak? Bu haqda kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing. Bu sizdan hech narsa talab qilmaydi. Rahmat.